Assalamu alaykum hürmetlik radyo anlıqçılar. Adabiy anlatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xevir To'mirning Shinjang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Molla Zaydin haqida qissa nomli tarixiy romanini anglatishni boshlaymiz. Uni bek paramchi deydi. Uningda gap degan tayyor turdi ekan. Anglasam, vanglar bilan qattiq tutishdi ekan. Molla Zaydin degan qonchilik bir nima ekan? Bizning Qashqada nini nochlar bor. Men degan tog' odami bog'langanning qo'lini yashgan, bo'rining quliqini, tulkining quyrug'ini kesgan, bay desang baydak, shoh desang shohdak, erkin ozoda o'tgan odamman. Lekin Molla Zaydin degan yenib ketdi-dak. Endi uni Bejingga minibdi deydi. Bejing degan biz boradigan joy. U yalang to'shga nima qo'ydi endi? Seni qo'ymi sevgindiq. Sen kelibiding. Ko'nglimizmi tutun bo'lib qoldi. Men aslida duogo'y emasman. Avliyomu emasman. Mushunda bir jahon kezguchi. Naqshlar, xushxatlar ko'zni qamashtiradi. Bular jami ishchini oldirmasdan aylanib, E'tikohning janubiy darvozasi tarafdagi qozixonaga keldi. Qozixonaning peshayvonlik supisining cho'risiga vodek o'rnatilgan bo'lib, supidagi oq kigiz ustiga tashlangan nepis ko'rpa ustida 3 yoki 4 nafar qozi doim o'ltirib xalqning da'volarini so'raydi. Xatchaklarga muhr bosadi. Qozixonani cho'ridab kichik kurstada o'ltirgan xattatlar qo'mush qalam bilan da'vogarlarning xatchaklarini yozadi. Aholi qo'yiq shahar bo'lg'achqa E'tikohga kirgan chiqqan odamlar o'ksimaydi. Qozilar oldida qo'l qo'yishtirib turgan da'vogarlarmu navbat kutib turishadi. Qozilar har bir da'voni so'rab hal qilgandan keyin to'xtam xat yozdirishga buyurdi. Xat yozilgandan keyin qozilar muhr bosadi. Ba'zi xatlarga muhr besish oldida da'vogar bilan qozi o'tirsida so'dilishadigan ahvollarmi bo'lib turadi. Bu da'volari qimmat pulliq da'vo. Mehronisiga 10 sar tangi bo'lmasa muhr bosolmaymiz. Iltifot qilala, deydi dehqon qo'llari titragan holda. U balvig'idan 5 misqol tanga ajratib qoziga tanladi. Biz 10 sar davatimiz. Oz ko'may iltifot qilishsizlar. O'riq at odamman, ushoq bolalarim bor. Yo'q, xatni ilibasizlar. Biz muhr bosolmaymiz. deydi qozi va xatni pirqiritib tashlab etadi. Dehqon titirgan qo'llari bilan yana 5 misqol tanga chiqarib uzatadi. Qozilar qarabmi qo'ymaydi. Dehqon ilojsizlikda yana 5 misqol tanga chiqarib, jami 1,5 sar tanga uzatganda xatga muhr besiladi. Molla Zaydin bu taqlidiki so'dilishishdan bir qanchisini ko'zdan kechirib, E'tikohdan chiqib ketay deb turishiga darra ko'tirgan bir qancha mutsib bir erkak chumbal ortgan ishqa ayolni oldiga selib kirib, qozilarga to'g'ri keldi. Bular bilan tang tomosha ko'rgichi bir to'p odam durkirishib kirib, qozixona atrofiga liq to'ldi. Molla Zaydin bu tomoshani ko'rish uchun to'xtab qoldi. Bu hayosizlarni Turumtoy ko'lbeshidan tutib keldik. Qozilar bularga qarab qo'shilmasini turib, bosh qoziga qaradi. Bosh qozi hukm chiqardi. Shariatga xilof ishlar qattiq jazolanishi kerak. Chalmi kesa qilinishi lozim. Dalillar to'liq bo'lmagani uchun darraga buyursak. Erkakka 30, ayollarga 20 dan darra urilsin. Mutsiblar chaqmoq tezligida aybkorlarga jazo berishga tayyorlandi. Erkak aybkor mutsiblardan biriga shivirlab, yanchuqidan 1 sar tanga chiqarib uzatdi. Mutsib tangini shu Allah qozining oldiga qo'yib, bu sodigar yo'l bo'yi yalburib, o'z gunohiga tavba qilib keldi. Alhol kapolat bersam deydigan talabi bor. Bosh qozi tangini qabul qilib, ko'rpa ostiga bosirib qo'ygandan keyin boshqa qozilarga ko'z yugurtib, qayta hukm qildi.
har bandiki qilgan gunohiga tavba qilib mag'firat tilasa, bu yaxshi ish. Agar aybkor tavba qilib ishtirab to'lash yo'li bilan bu o'tingan bo'lsa, ilgirki hukm bekor qilinib, tan jazosidan xalos qilinsin. Qolgan ikki gunohkorga rioya qilinmasin. Mutsiplar savdogarni bir chetga chiqarib, ayollarni urush tayyorligini ko'rdi. Ayollar yig'lab turib, "Hech gunohimiz yo'q. Nomahram bog'ida ketish o'tmadi. Qizimni hammachamning uyiga elib ketayotsam, bu savdogar uchrashdi. Biz yo'lning bir chetida mangdiq. Hech qanday gap so'z qilishmadik." Og'zingni yum, qeridalla. Mutsiplar ayollarni silkib so'zligini qo'ymadi. Molla Zaydin ahvolni tushungandan keyin mutsiplardan birini yeniga tortib, qo'liga 2 sar tanga tutqizdi. Mutsip darhalla qozilarning oldiga berib 2 sar tangini topshirib shivirladi. Qozilar yana o'zaro ko'z uchrashtirgandan keyin bosh qozi hukmni o'zgartdi. Aybkor ayollar uchun bir rahimdil musulmon xolis ishtirab to'lab gunohini tilidi. Amalda ham shar'iy xilof ishlarning bo'lganiga dalil isbot to'liq bo'lmagani uchun ilgirki hukm bekor qilinib, tanbeh berib haydalsin. Jazodan qutulgan ayollar ming martam shukr qilib, rahmat deyishib, heytgohdan chiqib ketishdi. G'ulam bularning kaynidan agishib berib, uyini aniq ko'rib oldi. Yot kishilarni xolisani 2 sar tanga chiqarib, jazodan qutqizgan rahimdil musulmon to'g'risida hamma odam xulg'uli qilishib, kim u, nadan kelgan odam u deyishib tarqab ketdi. Molla Zaydin heytgohdan chiqib, shaharning boshqa manzirlik joylarini tomosha qilib, oxiri tushkun qilgan saroyiga qaytib, otning holidan xabar oldi. O'zimi orom olmoqchi bo'ldi. Bugungi voqealar ichida uning qozixona va qozilarning ishlari qattiq ta'sir qilgan edi. Hujraga kirib, takiga beshini qo'ygan hamon qozilarning harakatlari, o'zaro qilgan ishoratlari, pul olgan vaqtdagi och ko'zliklari bir-birlab ko'z oldidan o'tishga boshladi. Ulardan yirgandi. Molla Zaydin kichikidan tortib hozirgi yeshiga qadar qozixonada qozilarning mundaq bo'lishini tasavvur qilmagan edi. Shunga u bugun ko'rganlari bo'yicha Qashqar qozilariga hayron bo'lib, totliq uyqu topolmay xeyli ovora bo'ldi. Shu kuni kechda Molla Zaydin bilan G'ulam daradan qutqizilgan ayolning uyiga bordi. Assalomu alaykum acha, pulimizni og'ili keldik. Pul aylansin ukam. Bugun cho'ng bir balo qazodan qutulib uyimga kelib, haqam soyilarimga bo'lgan voqeani so'zlab bersam, hammasi hayron bo'lishdi. Rahimdil boyvacha qandaqroq odamdu, bir ko'sak bo'ladi deb orzu qilishdi. Hozir anglaydigan bo'lsa, hammasi ko'rgili kiradi. Ko'rgichligimiz bor odammi emasmiz? Hargiz undaq deymisilar. Har qaysilarining qilgan himmatlari kichik ish emas. Butun Qashqarga purkatgudak ish bo'ldi. Agar biz bugun shu jazoga uchirgan bo'lsak, o'ri turalishimizga ko'z yetmaydi. Qozixonaning darisi bizdek o'riq Abdul Xuddin kambag'allarga qattiqroq tegidi. Puli bor yuzlik odamlarga osonlikcha tegmaydi. Tegsimi bo'shroq tegidi. Boy haq degan hamma ishni pul bilan o'nglaydi. Bizda nima amal bor? Kelgan bola qazoga al-hukmilillah demasdan boshqa choramiz yo'q. Agar bu qitim jazoga uchrab ketgan bo'lsam, cho'qim ko'tarolmaydim. Ichimga qon tushib o'lib ketarmidimkin tong. Helimi yaxshi, avval Xudo, ondan qolsa har birlarining himmatlarida balo qazodan qutulib omon qoldik. Bir odamni ajallik balo qazodan qutuldirib qo'yish kichik ish emas. Choy tayyor bo'ldi. Balam, choyni o'zlari elib chiqib mehmonlar bilan ko'rishsinlar. Bugun bizni balo qazodan qutuldirgan yaxshi odamlarimiz shu, o'zlarining tog'ilariga o'xshash. Qaznaqdan 20 yoshlar chamisidagi bir cho'kan chiqib, ular bilan salomlashdi. Ondan dasturxon silib, patnus bilan mehmonlarga choy tutdi. Ayol mehmonlarni choyga taklif qilib, so'zini davom qildi. Bu hammachamning qizi bo'ladi. Eti Xayrin Saxan uyi qo'g'anda pat-pat kelib menga hamroh bo'lib, hafta 10 kun turib ketdi. Bu qitim kagili 10 kundan oshgan edi.
bugun uyiga berib kelayli deb ketib olsak, ko'chada heli savdogar uchirdi. Biz bu qanotda mangdiq. Savdogar u qanotda mangdi. Gap so'z qilishqinimizmi yo'q. U tarafdan mutsib og'inimlar chiqib keldi. Qo'rsqingda og'riqing bo'lmasa, tavuz yeyishdan qo'rqma degandek, bizda hech bo'lmag'achqa xiraman mengiverdik. U xalqning bizni tutib, qozixonaga opirdiganligi tushimizga kirmagan. Hey, bu musulmonning shahrida biz ayol xalqning kunimiz bektas bo'lyotidi. Uydan talog'i chiqmay o'ltiraveray desang yana bo'lmagan. Ancha-muncha bozorlik qilmasak, turmush deganda yana bo'lmaydi. Ko'chaga chiqsak yoki urug' tuqqanlarimizni yo'qlaymiz deb birayga mangsak, bizga ko'ch-ko'chada balo qazo morishib turgan. Xotin xalqning peshi o'tliq deb o't tutishib, balo qazo yomashqili orolli turdi. Shunga bahudik yo'l mangolmaydigan bo'ldik. Mahallalardagi imom mazillarmu aski bo'lib ketdi desa. Voy nomahram bo'ldi, ko'chada o'zini bozorga sepmangdi deb tutib elib qozixonaga haydaydi. Qozixonami xuddi bizdek tul xotun, yetim o'g'illarni jazolasak, diniy islom ro'naq topidi demdikin, bizni jazolashga bek xushlar. Rostini aytsak, diniy islomni ro'naq toptirmay, shariatni buzayotganlar boylar bilan mollalarning o'zi. Ularning nima qilayotganligini hamma odam biladi. Mana shu Hasan qozining o'zi qanday ishlarni qilmagan. Hozir boylar nima qilayotidi, beglar nima qilayotidi? Bizga 5 qo'ldek ayon. Bulung-bulungda xotin elib, xotin chiqarib yurganlarning hammasi shu haq. Hasan qozining o'zimi bir chog'larda o'g'irliqchi necha qiz oldi. Oxirida bir kishining qizini nikohsiz qo'yniga silib yetib, atsi yig'ishtira olmay, qizni sanduqqa qochlab, 2 odamga ko'tirtib, o'ylidan chiqarib atgan. Hamma gunoh menda turib, qop ko'tirib nega boray degandek, bu haq o'zini taxtavishiga ep qo'yib, jazoning hammasini bizga ravo ko'rdi. Bizga jazo bersa, islom ro'naq topamish. 2 piyola choy ichilish oralig'ida bu ayol go'yo butun bir tarixiy shikoyatnomani o'qigandek so'zlab ketdi. Mehmonlar diqqat qilib angladi. Bular yana bir muncha ushaq-tushak so'zlarni qilishib, eng oxirida g'ulamni o'ylantirish to'g'risida ahvollashdi. Ayol ma'qul ko'rib, g'ulamni o'ylantirish ishini butunlay o'z ustiga oldi. Bu ayolning ismi Buvi Hajarxon. Kuyusi askar bo'lib, tog' orqasiga chiqib ketgandan buyon uzoqdan tul o'ltirib, hayot kechirib kelayotgan. Hozir yosh qurami 50 dan oshgan ojiz ayol edi. G'ulamga hamma ojisining qizi Xayrinisaxonni bermoqchi bo'lib, o'zi egidorchilik qilib, oddiy sodda bo'lsa-mu rasmiyat bo'yicha to'yni qildi va o'z uyini tutib berib, g'ulamni o'ziga kuyi o'g'il qilib oldi. Amdi g'ulamning ishimi bir tariqaliq joylashgandan keyin Mulla Zaydin bu uyga doim kelib, g'iza tomoq yeb turdi. Kechda saroyga qaytib ketadi. Bir oqshimi Hajarxon Mulla Zaydinni o'ylab qo'yish to'g'risida so'z echib, qiziqarli xabarlarni yetkazdi. Haqam soyimizning tirnoqda to'xtig'idek soyib jamol bir qizi bor bo'lib, yeshi 20larda bor. Bir erga tegib ajrashgan. Shu qizni sizlarga ep berayli. Bu cho'konning mo sizlarga ko'ngli tushib qoptikan, bir tegmisam bo'lmaydi deb kuyib pishib yurdi. Mulla Zaydin kulib qo'yib, gap qilmay ketib qoldi. Mulla Zaydin o'z hujrasiga kirib tagiga beshini qo'yganda, Qahorjon bilan Satira qiz uning ko'z oldiga kelib, bo'yniga esildi. Ha deb savol so'roq qilib, "Nega boding, nemuncha uzoq yo'qib ketding? Bizni ko'rgin kelmadimi?" deydi. Mulla Zaydin bu savol so'roqlar ostida uzoqcha uxlay olmadi. Oyimxon bilan dastlab uchrashgan chaqlari, to'y oqshimi hammasi tasvirdek tizilib ko'z oldidan o'tdi. Bu xiyollardan uning yuragi yalqunjab, hozirla uyiga ketgusi, bolalarni quchqiga ilib erkalatgusi keldi. Qo'lini uzatib ko'rdi, lekin uyda o'zi yolg'iz edi. Bu oqshimi u bekmi uzunda tong otarga yaqin uxlab qoldi. Hasan qozining o'g'li Badriddin Mahzum Hajarxonning yana bir haqam soyisi Zumradxonning uyiga ahvol aytib yig'lab kunda kelib oladigan bo'ldi.
bugun yana kelib Zumradxonning uyiga salom berib kirdi. Mo'may Mahsumni yaxshi qarshi elib ko'rpa ustiga o'ltirg'izdi. Mahsum Fatiha qilib ozroq hol ahvol so'rashgandan keyin o'z muddaosini so'zlashga boshladi. Qanchalik pul kassimi mayli, meni bir ko'rishtirib qo'ymizlar chidab turg'dak holim qolmadi. Buningga qandoq amal qilamiz? Obul hojimning uyi bekching, erkak chivinmi kiranmaydi. Jinim ocha bir amal qilib baqsizlar, xush bo'lay. Shu ko'chada o'ltirishliq Aysraxun do'ppichining To'tigil otliq bir qizi bor edi. O'zi sahib Jamol cho'g'liq bola bo'lib, Badriddin Mahsumning ko'yigi edi. Mahsum bu qiz bilan to'y qilishni butun vujudi bilan orzu qilib, o'zini xush qilib yurgan kunlarda shahar ichidagi mashhur savdogar Obul hojim pulning kuchi bilan kishilarga to'ydirmayla To'tigilni 3-xotinlikqa amriga elib oldi. Bu ish Badriddin Mahsumga qattiq zarba bo'ldi. U bu vajdan o'zini tuman daryosiga tashlab olmoqchi bo'ldi. Lekin bu xil tavakkulchilikdan ko'ra hayot yurib, To'tigul bilan uchrashib turgan yaxshiroq edi. Shunga Mahsum uchrashib turish orzusi bo'yicha yo'l izlab, oxir Zumradxonni tepib, uningga yalvorib yuratdi. Bu ahvolni Zumradxon shu kunlarda Hajarxon va Xayrinsaxonlarga so'zlab bergan edi. Bugun Molla Zaydin tushlik tomoqqa kelganda Hajarxon bu ahvolni uningga so'zlab berdi. Molla Zaydin ahvolni anglagandan keyin buvi Hajarxonga bir muncha maslahat aql ko'rsatdi. Keyingi ishlar shu taqlidda yurgizilmoqchi edi. Zumradxon oxir o'z fikrini ochiq o'tirg'a qo'yib, birdan bir chora silini ayolchi kiyindirib boshlab kirish. Undaq bo'lmasa, Obul hojimning ho'ylisiga kirgili bo'lmaydi. Ocha, bu ish qandoq bo'la? Jondan kashmiguncha jononga yetkili bo'lmaydi, taqsir. Shundaq qilmasala, buningdan boshqa yana qandoq obdan charlari bor? Saqal burti bilan aplashamo. Silining saqal burtlari texi Mahsum saqalig'i, onchi palas tatgan saqalmu emas. Paranjining ichida qilaveradi. O'zbek oyimlarining paranjisidan kiydirsam qilchi chanmaydi. Mahsum ma'qul bo'ldi. Zumradxon bir pasda Mahsumni kiyindirib, rovrus bir cho'kan qilib yasadi. Mahsumning putidagi sipti tikilgan masa o'z ayni qoldi. Ondan g'o'yli ichida mengish turishni oncha-muncha mashq qildirdi. Qo'polroq mangsa, gap qilib silliqroq mengishni o'rgatdi. Shunda qilib Mahsumning turqi g'ildirlab mengishlari sinoqdan o'tgandan keyin belgilangan vaqt bo'yicha Mahsumni boshlab ko'chaga chiqib, Obul hojimning uyi tarafga yo'l oldi. Ular cho'ng ko'chani to'g'ri kesib, ikkinchi bir ko'chaga kirganda, tor ko'chaning u beshidan 2 nafar shahar yigiti chiqib keldi. Bu yigitlar Zumradxonni pishiq to'niydi. Shunga yaqinlab kelganda, yigitlar Zumradxonni to'sib, Acha, bu xinim kim bo'ladi? Nega boshlab ketyaptilar? Ikkinchi biri Mahsumga yiqillab, Kim bu? Biz bir ko'rayli, deb paranjini ochmoqchi bo'ldi. Mahsum o'zini oshkorlab qo'ymaslik uchun beshini qochirdi. U qochgan seri yigitlar texmi qiziqdi. Shunda qilib tar ko'chada ular ospas egizbas bo'ldi. Shu paytda bu tarafdan mahalla jamoatlaridan bir qanchasi paydo bo'lib, hayosizlarni tutmoqchi bo'ldi. Yigitlar amal qilib qochib qutuldi. Ayollar tutildi. Jamoat endi bularni Hetka qozixonasiga elib mangdi. Hasan qozi boshliq 4 nafar qozi qozixonada o'ltiratdi. Bugun juma kuni bo'lg'achqa Hetkaqda odam odatdagidan ko'p edi. Uning ustiga ayibkori ishqa ayolning orqasiga agishib kelgan necha yuzlagan kishi Hetka qozixonasining oldiga liq to'lgan edi. Ayollarni akelgan jamoat qattiq shikoyat qilib, bu behayo nomussizlarga qattiq jazo berishni talab qildi. Qozilamu darg'azab bo'lib, ulug' juma kuni nasaza ishlar bilan shug'ullangan behayo sharmandalarga 40 dan darra urilsin. Oldi bilan yosh ayolni darriga bosdi. 13-darra urilganda Mahsum voyjon dada deb varqirvatdi.
Paranji ichidan chiqqan er kishining ovozi hammani hayron qoldirdi. Qozilarmu hong-tong bo'lib o'rinlaridan turishib ketdi. Mutsiplardan biri kelib paranjini qo'yib Badriddin Mahsumni ko'rdi. Hasan qozi ko'rib, "Ah" deb o'ngsiga tushdi. Hasan qozi bundaq ishni uxlab tushidimi ko'rmagan edi. Dal shu chog'da Mulla Zaydin o'tirg'i tushib, "Yepinglar sat turdi" dedi-da, paranjini yoptirib, ondan yenidan 2 sar tanga chiqarib qozilarga uzatdi. "Men bu ikki aybkor uchun xolis ishtirok to'layman." Hasan qozi darhol o'rnidan turib, tangini oldida kigiz ostiga besib, "Behayolar, darhol ko'zdan yo'qolsin." Mahsumni g'ulam egidorchilik qilib uyiga elib keldi. Paranjini yashtirib, ko'nglakni soldirib, asli Mahsum holatiga keltirdi. 13 darining azobidan ko'ra sharmandalik Mahsumning jiniga patgan edi. Shunga Mahsum qo'yning qo'zisidek har qanday gap, maslahatlarga itoat qildi. "Bo'lg'iliq bo'ldi, har qancha qilgan bilanmi o'rniga kelmaydi. O'g'il bolaning beshiga kelmaydigan ish yo'q. Amdi to'liq xafa bo'lmasdan, necha 10 kun talog'i chiqmay uyda yasala, xalqning og'zi besilsin, ongacha bir gap bo'la", dedi Hajarxon tasalli berib. Mahsum 1 soat ichida o'z beshiga kelgan kulpatni o'ylab ko'ziga yosh oldi. Yurt xalqi va dodisining oldiga qandoq chiqish, ularning yuziga qandoq qarash masalasi hammadan og'ir edi. Shunga u cheksiz qayg'u hasrat ichida g'amga cho'kib qorong'u uyda yotdi. Ancha-muncha talog'i chiqqanda quyosh nurig'imu baxudik baqolmay qolgan edi. Bu vaqa bir kun ichida butun Qashqarga pur ketdi. Shanba kuni yaqin atrofdagi sahro qozilaridan Obla qozi Otayin shaharga kelib vaqaning amaliy ahvolini tingtinglamoqda edi. Bu kishi oldi bilan Hasan qozini yo'qladi. Hasan qozi shanba kunidan boshlab qozixonaga kelmadi. Mijozim yo'q deb uyda yetib olgan edi. Obla qozi yo'qlab kelib, uningga bir muncha tasalli so'zlarni aytdi. Shu bahonada u Hasan qozini o'z ko'zi bilan kuzatgandan keyin qaytib chiqib, Heytgohning janubiy ko'chasidagi bir milich mollar do'koniga keldida, vaqani do'kondor Qodirxonning og'zidan aynan anglab, intayin xushal bo'lib kulimsiradi. "Jahon degan uzun, kimning qandoqligini o'zi xillaydi. Mana bu nima degan rasvochilik? Bu gap hozir shaharga sig'may ketdi. Sig'amdigan. Hijriga 1300 yil bo'ldi. Buningdan keyingi 1300 yilgacha hargiz sig'maydi. Olamga sig'maydi. Hasanning ota bo'g'illarimi shundoq chakini o'tgan haq. Izzat obro' ko'taranmaydi. Bir yadim bo'lmasa bir yadin mezi cho'lib turdi. Hasanning o'qishimi tayinliq. Bu g'aradan yenib kelib, bozor chaqqonning qilibla bosh qozliqni qo'lga ilib olmagan bo'lsa, bizlar sahroga ketib, u shaharda qolamdi. U chaqda chaqqonlik qilib, Do'tayning og'zidan kirib, burnidan chiqib, bu martabaga ega bo'lib oldi. Oxir bu obro'yni ko'taranmay, rasvo bo'ldi mana. Nima degan sharmandilik, nima degan rasvochilik. Lekin 2-3 yilda qoltis beyib ketdi. Albatta boy bo'ladi. Qashqar degan cho'ng shahar, Xudoning qutlug' kuni 10-20 da'vo xatiga muhr bosadi. Kam deganda 5-10 sar tangi to'planadi. Bir oy degan 30 kun, bir yil degan 360 kun. Kuniga bo'lmadi deganda 3-4 sar tangi topsa, jamlab ko'ringlar, qancha bo'lib ketdi. Buningdan boshqa to'y-to'kun, nazr chiroq, avqob kirimi, yiliga kam deganda 2000 sar kumush desak, mubolag'a bo'lmaydi. Qashqarga bosh qozi bo'lmoq, Xudoning xazinasiga cho'kib olgan bilan barobar. Do'konda o'ltirib kuniga 5 misqal foyda topsak, to'miqimizni osmonga otamiz. Hozir Badriddin Mahsum nada? O'stan bo'yidagi bir uyda. Uy egasi hozir bu tarafga o'tib ketdi. Lozimmi? Lozim bo'lmamdigan. Voy, mani kep qoldi. Qodirxon do'kondan likida chiqib g'ulamni qichqirib shivirladi. G'ulam Obla qozining oldiga kelib salom qilib, qo'l qo'yishtirib turdi. Ukam,
seni heliqi Mahsumni pulga setibopti deb angladim. Rostmi? Xo'sh, xonim, setibolmadik. Bilsak, bosh qozining o'g'li ekan. Uning ustiga xalq oldida sad ish bo'g'iniga qarab 2 sar tanga bilan qutqizib qo'ydik. Ukam, sen Mahsumni menga 50 sar tangaga setib bera olamsan. Nima deganlari, xonim? Kam baho berib qo'ydimmi ya? Yo'qsa undaq emas. Sen nalik? Ko'rli degan Lopnurga yaqin. O yerning odamlari sal yovi keladi. Men sana tushuntirib qo'yayki, Badriddin Mahsumning bahosi go'har bilan teng. Navoda biror kishi Mahsumni setib olaman desa, 50 sar emas, 500 sargimi kam bo'ladi deb turishing kerak. Bildingmi? Bilgan bo'lsang, uyingga qaytib ket, lekin hech kimga tinma. G'ulam xo'sh deb ketib qoldi. Abla qozi G'ulam uzab ketgandan keyin Qodirxonga qarab so'radi. Bizning hiliqi to'g'ri-po'qi bormi? Sununma, baba. Men bilan bir ko'rishsin. Qodirxon do'kondan likkida chiqib Nobeshi tarafga ketdi. Ancha hayal bo'lmayla Zunun oxunni chaqirib keldi. Ular omonlik so'rashgandan keyin qozi so'z boshladi. O'zlari kamdi darg'o. Xo'sh, oxunim, biz bor. Men kagili xeyli vaqt bo'lib qoldi. Sizlar ko'rinmadilar. O'zlaridan bexabar qopdiman. Sharinglarda go'har sodisi chiqib qopdi. Buningdan mi xabarsizmi? Rostdan bexabar. Balki kirpidak tugilib yetibli-da. Undaq yasila jon baqolmayla, kollarini silkibasila. Go'har sodisini ustuliq bilan chopsan qisila. To'mirni qiziqida so'sila. Qum darvozadagi bir eg'iz do'konni dazmoyi silib, Mahsumni 100 sar tangaga setib oldim deydigan muhrlik tilxat paydo qila olamdilar. Qo'llaridan kelami? Keladi. Zunun oxun Abla qozining ko'ziga qarab, allaqandoq hiyli nayranglarni tushungandek bo'ldi-da, xo'shlashib ketib qoldi. Oradan 3 kun o'tib, tövandagi bir nusxa xat insho qilindi. Tarixiy 1303-yili Rabbiyal avvalning 25-kuni menki G'ulamiddin shu to'g'ridagi xat insho qildimki, Qashqar koni shahar Hetga qozixonasida Badriddin Mahsum binni Hasan qozi o'g'liga tuyuqsiz hodis kelib, shu sababdan paydo bo'lgan tanglik hijolatchiliklarga rahim qilish vajidan uni ishtirab to'lab qutqizib, janobi Hasan qozini yurt xalqi oldidagi rasvochilikdan xalos qilgan edim. Mening bu ozg'ini ko'rsatgan himmat sahobatimga katta baho bergan kishilar menga tahsin oprin o'qigandan tashqari Badriddin Mahsumni haq to'lab mendan setib olmoqchi. Mahsumga o'z shafqatlarini ko'rsatmoqchi bo'lishdilar. Shu sababdan kamina ahli jamoatning salo sulhilarini qabul ko'rib, Mahsumni savoblik uchun 100 sar tangaga setib, pulini naqdona topshirib oldim. So'zimning rostligi, da'vodigar qilmasligim uchun qo'limni qo'ydim. G'ulamiddin. Sodi ustida shohid bo'lg'uchilar: Boqi oxun, So'pa oxun, Abla qozi. Oradan birer oy o'tib xatning 2-chi nusxasi insho qilindi. Tarixiy 1303-yili Rabbiyal oxirining 18-kuni shu to'g'rida xat insho qilindiki, Qashqar koni shaharining bosh qozisi Hasan qozining o'g'li Badriddin Mahsum bir to'p odamning qo'lida o'lji tariqasida qo'ldan qo'lga o'tib, qul tariqasida so'di bo'lib, azob oqibat, qayg'u muzallat ichida qolganligi uchun diyonatimizning kuchi, mehrimizning harorati bilan uni xorlikdan qutqizmoq bo'lganimizda ahli jamoat salo sulhi bilan Mahsumni 1000 sar oq kumushga to'xtam qilishdilar. Menki Nuruzbek 2 dunyolik savoblikni nazarda tutib, 1000 sar kumushni naq to'lab, Badriddin Mahsumni setib olib, xorlikdan qutqizdim. Menki Zunun oxun yuqorqi baho bo'yicha 1000 sar kumushni naq topshirib olib, Badriddin Mahsumni Nuruz begimga o'tal qilib berdim. So'zimning rostligi uchun qo'l qo'ydim. Shohidlar: Emin Poshshab, Ro'za oxun oqsoqol, Bashkiram Abla qozi muhrimni bosdim. Hasan qozi jahonda nima bo'layotidi, o'zining beshida qandoq o't kuyayotidi xabarsiz uyda yotadi.
mijazim yo'q deb qozixonaga bormag'achqa yurt ahli, o'lima kiramlar, urug' tuqqan qovum qarindoshlar orqama-orqa yo'qlab har xil so'zlar bilan ko'ngil aytib tasalli beradi. Badriddin Mahsumning badqiliqligidan qattiq ranjigan qozining quliqiga har qancha shirin so'zlarmu ta'sir ko'rsatolmaydi. Lekin uy ichidagi g'ovg'a ta'sir qilmoqda edi. Jinim balam, Mahsum balam, navat sho'rtib baqqan balam, tavarga yögep cho'nqigan balam, osmonga uchib ketdilimi balam, yerga kirib ketdilimi balam, suvga tosh cho'kkandek, osmonda yulduz ko'chgandek yo'qab ketdilar balam. Haftalar o'tib, oy to'shib qilyotidi. Balını izlab qo'yay demay, boshlarini cho'mkab yetib oldilar. Shu badbaxtning so'zini qilmasila, xapamni o'rlitib. Bola emasmi? 9 oy 9 kun qo'saq ko'tarib chiqqan balamning so'zini qilmay, kimning so'zini qilatdim? Undaq noahlini. Noahli degan qandoq gap? Ig'zirni choyqa yetib gap qisila. Qandoq odamni noahli deydi? Menga bir qarasila. Saqqallarini so'rab, set bo'la demasdan Bekra Oxunning qizini bir kech qo'yinlariga selib yetib, atsiz sanduqqa qochilab chiqirib etganliklari yodilarida bordi. Silining shu ishlari noahlilik bo'lmamdi ekan. Mening bolam hech qancha ish qilgani yo'q. Beshiga paranji purkigandan boshqa nima ish qilibdi? U texi yosh bola. Voy, ko'nim mozliqni cho'vib. Vaqti kelganda konisi, yengisi bo'p hammasi cho'viladi. Cho'vimizaq kimning noahli emasligiga ayrilmaydi. Ishikning halqisi taraqlab, A'lo xonimning so'zini kesib qo'ydi. Yosh bola berib ishikni ochganda, ho'yliga obla qozi kirib keldi. U salom berib, Fotiha o'qigandan keyin ular hol ahvol so'rashdi. Xudoning irodasi bilan bizning shahrimiz nim bo'lib ketayotgandi. Xalq deganda insof ko'tarilib, ajoyib g'aroyib ishlar chiqqili turdi. Insofning ko'tarilgani yaxshi. Ya Allah. Insof tavfiq agar hamma haqda tashvi ko'klaydigan bo'lsa, biz qozilar qandoq ko'klaymiz? Xalqdan insof tavfiq qancha ko'p ko'tarilsa, da'vo dastak shuncha ko'p bo'lib turdi. O'ttirda xat vasiqalar yezilib, oldimizga kelib turdi. Ondan biz ko'klayalaymiz. Agar undaq bo'lmaydigan bo'lsa, bizning muhrlarimizni dod bosidi. Satsak, misqal tumirni hech kishi 2 pulga olmaydi. Ya Allah, ya Kerim. O'zlari bilan kichikimizdan birga cho'ng bo'ldik. Bir madrasada birga hujrada yetib o'qidik. Bir qozonda osh yeb, bir cho'ginda choy ichdik. Bu g'ara sheribdimi, riyozatda birga bo'ldik. Azaldan dilimiz yaqin, bir-birimizga og'inimiz. Bu yaqindan mijozlari kam, qozixonaga bormay uyda bo'lib qoldilar. Ba'zi ishlardan vaqf bo'lsa-mu, ba'zi ishlardan xabarsiz qoldilar. Hozir yurtda insof ko'tarilib, bir-biridan sat, bir-biridan dahshatli ishlar bo'layotdi. O'zlarining o'g'illari Badriddin Mahsumni bir noinsof qozixondan setib oldim deb bozorga sotdikan. Shuning bilan shahrimizda Mahsumning xaridori chiqib, salo sulhi bilan 1000 sar tangi baholanib, boshqa bir to'g'opoqining qo'liga tushibdi. Nima davotdilar? 1000 sar. Men qachon bola sotdim? Qozixonidan 2 sar tangi ishtirok to'lab, Mahsumni ajratib olgan noinsof. Ha? O'g'o shundoq bo'lgan. U noinsof nima qilibdi? Hay, mazkur noinsof boshqa bir noinsofga 100 sar kumushga sotdi. U noinsofdan Yangisarliq No'ruzbay degan 1000 sar tangiga setib olibdi. Sodi ustida o'zim bo'lmasammi, o'ttirdiki xat vasiqalardan ozroq xabarim bor. Shuning uchun o'zlarini vaqtlantirishni gadinimdagi qarzim deb bilib, alohida keldim. Mahsum hozir yiroq bir tog' ichidagi tugmanda postakchilik qilib etibdimish. Agar g'alat bo'lmasa, nima deb jo'ylayotdilar? Hayron bo'lgan Hasan qozining ko'zlari chekchaydi. Ichkari ho'yladan A'lo xinim hu tortib yig'ilgan peti kirib keldi. Hamma gapni angladim, jimi o'yinni bildim. Voy jinim bolam.
Voy Mahsum balam, ko'zimning go'hiri balam, atva balam, esil tavi balam, yuragimga davo balam. Biz tirik turib g'irib bo'lgan balam, postekchi bo'lib qoldilimi balam, to'zg'oq bosgan balam, tog'ar yudib mükchaygan balam, ota shafqat ko'rmagan balam, ona mehri topmagan balam. Acab ojiz kep qoldim-ku balam. Ala xinimning yig'isi butun ho'ylini zilzilaga keltirdi. Hasan qozi qo'shilmasini turib, eg'ir g'amga petib, beshini selib jim o'ltiradi. Hey, sabr qilsizlar qushnochim, sabr qilsizlar. Elimi sabr qilyapman. Endi bu ishga men shig'ilmay kim shig'ilsin? Dadisining ahvoli shu, Xudoning zorini qilib, necha kundan ozroq bo'lsimi izlab ko'rayli desam, undaqna ahlining gapini qilma deb to'sib keldi. Bolimiz texi yosh emasmi? Ozg'ini ishqinda ahli bo'lib ketamdi. O'g'il shundoq. Har holda sabr qilsizlar, ish o'nglanib qolar. Sabr qilsizlar qushnochim, uning yo'lini qilib ko'ramiz. Abla qozi shundoq deb so'zini oxirlashtirib xo'shlashib chiqib ketdi. Keyingi ma'lumotlarga qaraganda, Ala xinim otasidan qolgan yangi sardagi 10 charaklik bog' ho'ylisini mingsar tanga baholab No'ruzbekka o'tkazib berib, Badriddin Mahsumni postekchilikdan qutqizib kelganmish. Mulla Saydin Badriddin Mahsumning ishini bu qadar yo'g'inib ketidi deb asla o'ylab ko'rmagan edi. U necha vaqtdan buyon Qashqarning go'zalligi, esilligi, nazokatligi, hunarvan kasblarning mahorati, emgakchi xalqning tirishchanligi, savrchanligi qatorliq yuzaki ko'rinishlarni tomosha o'rnida ko'rib hayajonlangan. Ammo ichki jihatda bu qadar dahshatli suiqasd, hiyla nayranglarning yo'shiringanligini sezmagan edi. Faqat Mahsum vaqasi orqaliqla izzat hurmat to'llariga o'ralgan qozilarning hadislar bilan qurollangan she'rin tillari ostida qonchilik zahar xandiliklarning borligini bir qadar tushundi. Buningdan boshqa yana qanday paskashliklar bor? Boylar, tijoratchilar o'ttirisida foyda manfaat ustiga qurilgan yana qanday hiyla mekir, aldamchilik, xiyonatkorliklar mavjud. Bu o'zligidan ko'rinib turadi. Qashqarda boylik ziyoda markazlashgan. Boylari haddidan ziyoda boy. Kambag'allari bekmu kambag'al edi. Minglagan suvchilar, minglagan hammollar, yuzlagan tilamchilar shaharda ochliq yalang'ochlik azobini chekatdi. Boy va mullalar bo'lsa, bazmi barobat, mehmondorchiliklar bilan kun kechiradi-da, go'sht yog' kekirib yuradi. Qashqarda bu ikki xil taqdir to'limu oshkora ko'rinadi.